Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Videomiz boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu siz uchun 5 soniya vaqt olishi mumkin. Lekin bu bizga kanalni rivojlantirish uchun katta imkoniyatdir. Hurmat bilan Saidulloh status kanal egasi. Marhamat, tomosha qiling. Odam bolasining har kunida 3 ta imtihoni bo'ladi. Birinchisi umr. Har tongda insonning umri qisqaradi. Eng ajablanarlisi shundaki, inson pulidan ayrilsa darrov hisob-kitob qiladi, ammo ketayotgan umrini hisobga olmaydi. Vaholanki yo'qotilgan mol qaytishi mumkin, ammo ketgan umr hech qachon qaytmaydi. Ikkinchi imtihon rizq. Har kuni Alloh ato etgan rizq yeyiladi. Agar harom bo'lsa azob, halol bo'lsa hisob-kitob kutadi. Ammo bu ne'matlarning qay holatda so'ralishini o'ylamay yeb yotaveradi. Aslida esa faqat haloldan yeyish najot garovidir. Uchinchi imtihon safar. Har kuni inson bu dunyodan bir kunlik uzoqlashadi. Oxiratga esa bir kunlik yaqinlashadi. Ketayotgan dunyoga hasrat qiladi, yaqinlashayotgan abadiy hayotga esa tayyorgarlik ko'rmaydi. Vaholanki umr tugaydi. Oxirati esa rohatmi, azobmi, unga hozirdan bog'liq. Inson har kuni umridan ayriladi, rizq yeydi va oxiratga yaqinlashadi. Ammo bu haqiqatlarga loqayd qaraydi. Asl baxt umrni behuda emas, halol rizq bilan oxiratni unutmasdan yashashdadir. Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh hikoya qiladi. Duo qiluvchi kishi duosi ijobat bo'lgunga qadar sabr qilishi kerak. Men sabrni bir go'dakdan o'rgandim. Kunlarning birida masjidga ketayotgandim. Hovlida bolasini urayotgan O'lgan kunim, tobutim yerga olingan onda menda bu dunyo dardi bor edi deb o'ylamang. Yig'lamang men uchun. Attang, ketdi bechora demang. Shaytonning tuzog'iga tushasiz. Aslida shu tuzoqqa tushganda attang deyish, nola tortish kerak. Janozamni ko'rganingizda ayriliq demang. Mening qovushajak zamonim asli mana shu. Meni qabrga qo'ysalar, alvido aytishga chog'lanmang. Qabr jannatning bir pardasidir. Mozor sizga zindon bo'lib ko'rinar balki, lekin aslida jonning zindondan qutulgani shudir. Jaloliddin Rumiy. Agar mavzuyimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa va ushbu mavzuning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, izohga ikkinchi qismi deb o'z fikringizni yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Keyingi videolarimiz chiqqanda birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Bu mavzuga qiziqadigan tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Sizlar bilan Saidulloh status kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.